Angliyada muhim uchrashuv bo'lib o'tdi. Markaziy o'yin bo'ldi. Masalan, o'tgan yili yoki undan avvalgi yillar, hatto o'sha o'tgan yil emasman, undan avvalgi yil bo'lib o'tganda bu nima deydi, Yevropadagi eng katta o'yin edi. Nazarimda. Ya'ni Manchester City, Liverpool bahsi. Klub davrida-ku bu umuman kult, ya'ni bir alohida madaniyat shakllantira olgan uchrashuv edi. Hozir slot davri. Va muammolar davri. Qizig'i, slot chempion bo'ldi. Yangi futbolchilarni oldi va qisman ular ham sabab, o'sha yangi futbolchilar bilan sabab. Yana boshqa sabablar, chunki eskilarda ham pasayish kuzatildi. Endi ko'p sanadiku Liverpoolning muammolarini. Lekin kechagisi juda qiziq, chunki Realni mag'lub etyapti jamoa va ketidan yana muhim uchrashuv yutqazyapti va yutqazishda ham yirik hisobda yutqazyapti. Va yana dardning belgilari, simptomlari deymiz-ku, shunday yuzida turibdi nazarimda. Shu jarayonni qanday kuzatdingiz? City o'zi bundan boshlab yubordim aslida. Husanov bilan ham aytsangiz bo'ladi. Ya'ni Husanov yana yo'q qaydnomada. O'yinni qanday kuzatdingiz? Hop, Husanovga qisqacha to'xtalib ketay. Endi o'sha men boshqa taxminim ham yo'q-da, chunki o'yin oldi mashg'ulotda qatnashgan, to'liq mashg'ulotda qatnashgan. Nimadir sabab bo'lib yana qaydnomaga kiritilmadi. Men o'sha sababni o'sha Suonsiga qarshi uchrashuvda 2-3 ta xato qildi. Bittasida hujumchiga pas berib yubordi va u 1-1 chiqib gol ura olmadi. Urganda battar bo'lardi, lekin ura olmadi. Mashg'ulotga ham kirgizmasmidi. Unda mashg'ulotda ham qatnashmasdi, ikkinchi jamoaga tushirib yuborardi. Lekin bunchalik keskin sanksiyalar qo'llashini uncha tushunmayapman. Endi oldingi safar mayli, lekin taktik tushunchalar bo'yicha deyildi. Lekin bu safar o'tgan gal Liverpoolga qarshi yaxshi o'ynagan. Shuning uchun bu yerda taktik sababli bo'lishi mumkin emas-da. Bu aynan o'sha intizomiy deb o'ylayman. Mana ham shu uzoq davom ettirayotgan intizomiy deb o'ylagandim. Faqat shunaqa uzoq davom etishi qiziq. Shu ikkita o'yinga qo'ymadi. Endi keyingisida FIFA kunlaridan keyin u yoqda Abduqodir ham formaga qaytib olsa, terma jamoa bilan birga, endi men o'ylaymanki, asosiy tarkibda tushadi. Misr bilan ham keyingi uchrashuvda ham asosiy tarkibda tushsa kerak. Formasini tiklab olib, yaxshi holatda qaytib, yana isbotlab, Cityda mana hozir oldin ham shu yutug'i bor edi, hozir ham yutug'i deb o'ylayman. Ikkita tarkib shakllantirib oladi Pep Guardiola va raqobat yuzaga keltirib qo'yadi, bir-biri bilan kurashib yuraveradi bitta pozitsiyada. Aksiga olib, Abduqodir tushmayotgan paytda Mateusz Nunes mavsumdagi eng zo'r holatini namoyish etyapti. Har bitta uchrashuvda ko'p ball olayotganlardan biriga aylanyapti. Kecha himoyada ham yaxshi o'ynadi, plus hujumda assist taqdim etib turibdi. Shuning uchun hozir keskin raqobatni yutib chiqish kerak Abduqodir. Markazda men o'z markaziy sifatida ko'rishni xohlardim, lekin markazda imkoniyat kamroq deb o'ylayman. Chunki u yerda Ruben Dias uning o'rnida. Ruben Dias yetakchi himoyachi. Hozirgi kunda Cityning yetakchi himoyachisi Ruben Dias bilan raqobat qilish kerak. Undan ko'ra Mateusz Nunesni amallasa bo'ladi. Lekin shu payt hozir tushirmay qo'ydi. Endi mayli, bu mavzu hozir aniqlik yo'q-da. Men misol uchun agar Abduqodir o'zi aniqlik kiritib bersa, keyin bir batafsil to'xtalsak bo'ladi. Endi Cityga keladigan bo'lsak, hozir yaxshi formaga tushib oldi. Guardiola ham kecha o'zini xotirjam tutdi, unaqa asabiylashgani yo'q. Boshidan turib, hattoki qayg'uda o'tirgandek tuyuldi. Juda xotirjam edi. Uchrashuvning birinchi taymida deyarli o'rnidan turgani yo'q. Tinchgina o'yinni kuzatib o'tirdi. Ichki xotirjamlik shu bo'lsa kerak. O'tgan mavsum ham yo'g'ini yulib tashlayotdi. O'sha Guardiola o'tmishda qolganga o'xshaydi va bu jamoa o'yiniga jiddiy ta'sir o'tkazyapti uning holati. Va o'sha raqobat, har bitta pozitsiyada raqobat o'zini asosiy 11 taligini aniqlab oldi. Bu ham katta plus deb o'ylayman. Jamoa baribir kuchli o'yinchi maydonga tushib qaysidir pozitsiyani egallagandan keyin va u oldin o'sha pozitsiyada o'ynamagandan keyin ma'lum bir vaqt ko'nikishga ketadi. Angliyada bu vaqt yo'q. Bu vaqt berilmaydi futbolchilarga. O'zimiz ham oldin o'rtada tugmacha bo'lardi-yu har bitta telefonda. Keyin butun sensorga o'tib, qanaqa ishlatsa bo'ladi butunlay sensorga o'tgan telefonni. Ko'nikish qiyin bo'lgan, lekin ko'nikkanmiz. Cityda ham o'sha jarayon bo'ldi deb o'ylayman, ko'nikish jarayoni. Mana hozir aniqlab oldi, chapda Doku yorib tashlayapti, umuman to'xtatib bo'lmas darajada o'ynayapti. Uchrashuv davomida menimcha bir 5 marta qanotda ikkita futbolchini baravariga aldab o'tyapti. O'ng qanotda Sherki, lekin o'yini chiqmadi Sherkini. Chunki u o'ng qanot futbolchisi emas. Sxemaga moslashishga majbur.
Bir chiqdi, bir chiqmadi. Ha, Avvalgi o'yinda bir assistlar berib tashladi. ikkita assist, fantastik assistlar berib tashladi-da. Bu safar ham tushirdi. Endi bundoq o'ylab qarasak, lekin bu Guardiola o'zi shunaqa xohlaydigan uslub ekanda. Uni o'ng qanot hujumchilari hech qachon o'ng qanotda o'ynashni xohlamagan hujumchilar. Har doim o'sha chapga markazlashib turib kirib boradigan hujumchilar bo'lgan ekan. Mana Doku bo'ldi, u chapda joylashdim, bo'ldi, shu chapidan yuraveradi. Boraveradi, to maqsadiga erishmaguncha Doku qo'ymaydi. sal Vini. Rodrigoni olsa bari shunaqa ishlatar ekan. O'shanga chaqirmoqchi bo'lgan shekilli Rodrigoni. O'yinda unaqa o'yinchisi yo'q. Oldin ham bo'lmagan. Riyad Mahrezlar davrida ham bo'lmagan, undan keyin ham Bernardoni qo'yib ko'radi, yana kimnidir qo'yib ko'radi. U ham bari markazlashadi-da, markazga tortiladi. Va shu vaziyatda o'yinda juda faol futbolchi kerak. Mateo Shunini shunga yoqyapti-da hozir Guardiolaga. Va Sherki ham xuddi shunaqa o'ynadi. Markazga yuraverdi, o'yini chiqmadi. Foden markazda o'ynadi. Yana kim? Savinho bor o'ngda o'ynab. U ham yaxshi ko'radi markazga o'tishni. Shu tariqa Manchester Cityning chap qanoti kuchayib ketib qoldi kecha. O'ng qanotida sal pasayish bo'ldi. Uni ham almashtirib tashlab Savinhoni tushiryapti va nihoyat Rodrisiz yamab tashladi markazni. Topdi, o'sha yechimini topdi. Bu Niko bo'ldi. Niko Gonzales dahshat o'ynayapti. Bu uchrashuvda ham, oldingi o'yinlarda ham kuzatdim. Odam o'ziga ishonchi ortganda hamma narsa o'xshab ketadi-yu maydonda. Hamma narsasi o'xshayapti-da. Xohlasa aldayapti. Raqib hujumini birinchilardan bo'lib to'xtatyapti. O'ta faollashib ketgandan sariq kartochka ham oldi, faol ishlatgan holda ertaroq kartochka olib qo'ydi. Shunga qaramasdan yana qaysidir golda ishtirok etdi. Hozir Niko Gonzales menimcha Guardiolaning eng ishongan futbolchisi, Rodrining yo'qligini bildirmayapti va yoniga Bernardoni joylashtiryapti. Super mobil o'ynayapti Bernardo. O'zi uni hujumga emas, aynan mana shu markazni bir nima deydi, yaxshi ma'noda loyihalashtirib tashlar ekanda. Raqibga bir konkret markazni nazorat qilishga umuman imkon qoldirmas ekan. Buzib tashlar ekan liniyalarni, oralarni buzib tashlar ekan. Chunki aniq pozitsiyasi yo'q. Va Foden endi sal yechildi, qora ishdan bo'shatildi va u hujumchilar ortida harakat qildi. Bo'ldi, mana shu sxema bilan Guardiola oxirgi uchrashuvlarni o'tkazyapti va natijaga erishyapti. Liverpool bunga qarshi hech narsa taklif qila olmadi. Kecha markazni yutgan, o'yinni yutish kerak edi, markazni City yutdi deb o'ylayman. Plus Dokuning fantastik o'yini, plus Holland har doimgidek hamma pozitsiyada foyda berdi, himoyada ham bir necha seyvlar ijro etdi. Va bo'ldi, shu asosan City barqarorlashdi. Asosiy tarkibini belgilab oldi Guardiola. Juda istardik, ana shu asosiy tarkibi hali belgilab olinar ekan yoki belgilanib olsa, o'sha unda Husanov ham bo'lishini.